toifa masalasi bo'yicha. Ya'ni endi toifa tizimimizda bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Birinchisi bu psixologlarimiz masalasi. Ya'ni oldingi paytda psixologlar uchun alohida nizom bor edi, lekin bu nizom bo'yicha bir marta bitta ham psixolog o'tmagan edi. Maktablarda o'zingizlar bilasizlar. Mana hozir endi bu o'qituvchilar bilan birgalikda topshiriladigan bitta tizimda topshiriladigan bo'ldi. Undan tashqari masalan fan o'qituvchilari sertifikat bilan topshirganda maksimal ball ola olmasdi, majburiy attestatsiya. Faqatgina til, ya'ni xorijiy til o'qituvchilarimiz o'sha tegishli ball bilan ola olyapti. Endi hozir bu fan o'qituvchilariga ham, boshqa fan o'qituvchilariga ham milliy sertifikat olgan bo'lsa, o'sha B+ darajasi bo'lsa, demak majburiy attestatsiyani birinchi bosqichidan ozod etilishi belgilangan. Bundan tashqari mana xalqaro akkreditatsiyadan tizim o'tyapti. Xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan tizimda 70% ustama olish shartlari aniq belgilandi. Endilikda 86 va undan yuqori ball to'plagan ustozlar yangi tizimda olsa, demak ularga yana qo'shimcha 70% ustama berilishi belgilab qo'yilyapti. Va yana bir masala qo'yilyapti. Bu bugungi mana treningimizga ham bog'liq. Doimiy ustozlar o'zini ustida ishlashi kerakligi belgilanganligi sababli har qanday imtiyozlar olib tashlamayapmiz. Ya'ni oldin holat bor edi, masalan, pensiyaga chiqsa bo'ldi, toifasini saqlaydi, 25 yil bo'lsa toifasini saqlaydi, 3 marta toifasini himoya qilgan bo'lsa bo'ldi, saqlaydi. Lekin analizni agarda olib ko'radigan bo'lsak, shunaqa holat borki, masalan, 22 yoshida o'qituvchi bo'lib maktabga keldi, 25 yil staj bilan ishladi, 47 yoshida ustoz doimiy saqladi. Demak, u yog'iga bo'ldi. O'zini ustida ishlamasa ham bo'ladi degan norma bo'lib qolgan edi. Lekin bu yerda ham bitta joyi bor. Bu norma 25-yil 1-sentyabrdan joriy qilinadi. Ya'ni 25-yil 1-sentyabrgacha pensiya yoshiga yetadiganlar, 5 yil qolganlar, 3 marta saqlaganlar ular cheksiz sertifikatni oladi va u bilan davom ettiradi. Bundan oldingi olganlar qonunni ortga yurish kuchi yo'q, o'zingizlar bilasizlar. Shuning uchun oldin olganlar ham saqlab qoladi. Bu yerda hech qanday boshqalarning huquqi cheklanmaydi. Faqatgina bu oldindagilarni endilikda o'zini ustida doimiy ravishda ishlashga belgilanyapti va yana bir masala vazir jamg'armasi bo'yicha joylarda vazir jamg'armasida ustama oladiganlar ham ko'p bo'lishi kerak. Vazir jamg'armasiga oldin hududiy kengashlar tomonidan berilardi taklif. Hududiy kengashi bergandan keyin biz ularga test o'tkazardik-da, ustozlardan e'tiroz bo'lardi. Mana bermadi, falonchi bergan odamniki yaxshiroq emas edi, mana natijam yaxshi edi dedi. Hozir mana yangi qaror bilan hamma qatnashishi mumkin bo'ldi. Ya'ni vazir jamg'armasi toifa bilan integratsiya endilikda toifaga kirasiz, testni topshirasiz va shu balangiz bilan vazir jamg'armasida ham qatnasha olasiz. Ya'ni unga alohida ro'yxat qilib, hokimlikni o'sha ishchi guruhni alohida beradigan tavsiyasi kerak emas. Kimki o'zini men shunga loyiqman desa, topshiradi, 80 ballondan yuqori olganda ikkinchi bosqichga o'tadi, ikkinchi bosqichda bemalol yana shu bellashib vazir jamg'armasini qo'lga kiritish mumkin. Va yana bir masala, bundan oldin vazir ustamasi faqatgina maktab o'qituvchilariga edi, endilikda bog'chadagi tarbiyachilarga ham bu belgilangan. Bog'chadagi tarbiyachilar ham qatnasha oladi, lekin bu degani maktab o'qituvchilarining kvotasi doirasida emas. Bog'chaga alohida kvota, maktab o'qituvchilariga alohida kvota belgilab qo'yilgan. Ayni buni aytib o'tayotganim, hozirgi aytganimdek, sizlar mentor o'qituvchisizlar, ertaga savol-javob bo'ladi, maktabga borganda bu muhokamasi albatta bo'ladi. Ana shunda sizlarda ma'lumot bo'lishi uchun aytdim. Yana bir marotaba hammanglarni tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va biz sizlardagi ustozlardan faxrlanamiz.